Muhtaram aziz birodarlar, ayollarimizni yomon ko'zlardan saqlaylik deganda o'zingizni ham niyatingizni birovni ayoliga nisbatan to'g'ri qiling. Qadimda Buxoro shahri azimda hovuzlarga suvlar ariqlardan oqib hovuzga to'lgan. Meshkopchilar hovuzdan meshga suv olib xonadonlarni xum idishlariga, suv saqlanadigan idishlarga quyib pulini olib ketishavergan. Bir zargarni xonadoniga 10 yildan beri meshkopchi suv olib kelib quyarkanda pulini olib indamay xotinning yuziga qaramay chiqib ketar ekan. İttifoqa bir kuni meshkopchi suvni qo'yibdi-yu, tikilib turaveribdi. Xotin ham pulni olib borib qo'liga bergisi kelibdi. Pulni olib meshkopchini qo'liga bersa, meshkopchi zargarli xotinini qo'lini bunday ushlab siqib qo'yibdi-da, keyin ketibdi. Ayol bu holatdan juda qattiq taajjublanib tushungan ayol ekan. Eri kelgandan keyin, "Xo'jam, bugun kimni xotiniga ko'yningiz ketdi? Bugun nima qiliq qildingiz, to'g'risini ayting. 10 yildan beri uyimizga suv olib keladigan meshkopchi meni yuzimga biron marta qaramasdan suv quyib chiqib ketardi. Bugun yuzimga tikilib turdi, pul beryapsam qo'limni siqdi bilagimdan." Zargar dod tuvardi. "Men hamisha o'z kasbimni halol ijro etardim. Bugun bir ayolni, bilarzik oladigan ayolni bilagiga ko'zim tushib qolib, niyatim buzilib, keling o'zim taqib qo'yaman deb bilarzikni ushlab bilagidan mahkam ushuvdim. Xudo qaytaribdi-da. Birovni ayoliga ko'z olaytirma. Sen birovni ayoliga niyatingni buzsang, sanikiga 100 tasi niyatini buzadi. O'zingni qanchalik er bilib yursang, boshqani ham sher bil. Insonni hamma qiliqlari ko'chada yurganda o'ziga qaytishligini esidan chiqazmasin. Bir erkak, men ayollar to'g'risida ma'ruza qilsam, necha shu ayollarni gapiraverasiz? Ayol degani bir chochi uzun, aqli kaltada deb ayolini mensimasdi. "Ya Rabbi, nima bo'ldi-yu? Mana necha yildan beri betob bo'lib, ayolini qaramog'iga qarab qoldi." Ayol mehr, muhabbat, ixlos bilan xizmatini qilyapti. Bir rivoyat esga tushadi. 30 yil hayot kechirishgandan keyin bir xotin eriga aytibdi: "Xo'jayin, meni talog'imni bering. Men sizdan ajrashaman." "Iye, bolalar katta bo'lganda yaxshimiz, hayotimiz, hech bir urush janjal yo'q. Nimaga men taloq beraman senga?" "Talog'imni bering, ajrashaman." "To'xta, men bir o'ylab ko'ray, qayoqda xatolik qilgan ekanman." deb o'sha kuni yiqilib tushib qo'li sindi. Ya alamidan chidolmay, "Taloq so'rayatuvding, ketaver bor, mana qo'lim ham sindi. Mayib bo'ldim. Endi ketaver, talog'ingni beraman" deganda, "Yo'q, xo'jayin, talog'imni bermang. Endi xizmatingizni qilaman. 30 yildan beri siz bilan yashagan bo'lsam, biron marta kasal bo'lmadingiz, biron marta biron joyingiz og'rimadi. Men Xudodan qo'rqdimki, men bir Alloh bexabar bo'lib qolgan bir munofiq bilan hayot kechiryapmanmi? Hech bunga dard bermaydi Alloh. Shuning uchun
bu bandadan yiroqlashiy deb talog'imni so'ruvdim. Endi Xudo dard berdi. Endi astoydil xizmatingizni qilib duoyingizni olaman degan ekan. Ya Rabbi, mo'mina ayollarimiz qanday go'zal. Go'zal deganda qosh ko'z chiroyi emas. Mo'mina ayollarimizni qalbi muncha go'zal. Buncha ularning hayo ibosi go'zal. Lekin albatta bularni bunday bo'lishiga iymonlik, e'tiqodlik, vijdonlik erlarimizni xulqi ham sabab.